Mohira opa, menda sizga shunaqa savolim bor. Ya'ni yuzida hech qanaqa muammosi yo'q. Shunda men yuzimni parvarish qilishim shartmi, yo'qmi deb savollar keladi bizga. Ya'ni yuzimda hech qanaqa muammo yo'q-ku, nima qilaman parvarish deb aytishadi. Shunga qanaqa fikringiz? Juda ham xato fikr bu. Yuzimizni o'zi nima uchun parvarish qilishimiz kerak? Bugun qilayotgan parvarishimiz bizga nima foydasi bor? O'zi parvarish qilishimiz kerakmi yuzimizni? Necha yoshdan boshlab biz yuzimizni parvarish qilishimiz kerak? Mana shu savollarga javob berib o'tib ketaman. Yuz terimiz yangilanib, namlanib, tozalanib turgani sari yuzimizga har xil muammolar paydo bo'lmaydi. To'g'ri, asosan bizga yuzimizga muammo paydo bo'lganda yugurib kelishadi. Nima uchun shunaqa? Chunki bu yuzingizdagi dog'lar, ajinlar, har xil muammolar, husnbuzarlar bu bir kunda paydo bo'lib qolmagan, to'g'rimi? Bir kunda paydo bo'lib qolmagani sari yuzingizdagi muammo yuzingizdan bir kunda chiroyli bo'lib qoladi degani bu unchalik to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun siz yuzingiz chiroyli bo'lishi uchun kunlik parvarishni amalga oshirishingiz shart. Ba'zilar bor, to'yga, bazmga yoki qayergadir borish kerak yoki qanaqadir katta bir to'ylar bo'lib qoladi, o'zini farzandlarini uylamoqchi bo'ladi. O'sha paytda davayte chiroyli bo'laylik deb o'ylaydi-da. Yoki kosmetologga keladi yoki kremlardan olib darrov chiroyli bo'lib ketaman deb o'ylaydi. Bunda chiroyli bo'lasiz, lekin unchalik go'zal bo'la olmaysiz. Shuning uchun kunlik parvarishni albatta amalga oshirish kerak. Kunlik parvarish o'zi ikkitagina, ertalab va kechqurun namlantirish, oziqlantirish. Bu haqida videolarimiz bor, videolarimizni ko'rib, yuzingizni parvarishini bugundan boshlashingiz kerak. Agar siz yuzingizni bugundan boshlasangiz, qachonki yuzingizni parvarishini boshlagan kuningizdan boshlab, bundan buyog'iga qarimasligingiz, bundan keyin yuzingizga muammo bo'lmasligini kafolatini olasiz.